Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli chorva ishqibozlari, salomatmisizlar? Bugun 7-may 2025-yil. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha bugun Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Shakarqamish mol va qo'y bozorini qo'ldan kelgancha video obzor qilishga harakat qildim. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Ma'qul kelsa albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib ketingizlar. Narxlar bo'yicha ham, arzon, qimmatligi bo'yicha ham. Kimgadir manfaatli bo'ladi degan maqsadda joylab boryapman bu videolarni. Albatta kanalimiz ma'qul kelsa obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Bundan ham yangilarini chiqarishda biz davom etamiz, xudo xolasa. Hammaning chorvasiga, oilasiga Alloh baraka bersin. Sizlarga maroqli prosmotr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha. 1.800.000 gacha narxi bo'lgan Qo'chqorni zo'r. Mana buvamiz 3 milliondan baho qo'yib turibdi bir boshdan. Bu yerda erkak aralashmi? Erkak ayol aralash, to'g'rimi? Erkak aralashadi. 2 milliondan so'rayaptimi? 2 million 50 shunday har xil. Mana chiroyli qo'chqorlardan 2 million 260 mingdan bir joyga so'ralgan, egasi bermadi. Aka, yana kattangiz nechi pul? 3 million so'rayapti. Hammasi qo'chqorchalar. Uchoviga 6,5 million so'rab turibdi ekan. Egasi bermay turibdi. Bu ko'zlarda 11,5 dan so'rabdi. Aka, ular necha puldan so'rab? 15,5 dan. Hammasi qo'chqor. 2 million 900 dan bo'lsa beraveraman deyapti. 11 ta qo'chqor, hammasi bir joyga. Hop, ona bolalar 16 milliongacha savdo bo'libdi. Aka, nechta suti bor buni? Aniqmi? Nechinchi bolasi bu? Chiqishimiz dedi u. Musulmon bo'lgan. Bu navosimizning narxi 19 milliongacha boribdi. Navos yaxshi yetilgan. Chiroylisidan. Savdosi 6 million 700 gacha boribdi. Egasi bo'lmagan. Savdosi 9 milliongacha boribdi. Chiroyli xunajinlardan savdosi uchalasi bir joyda 9 milliondan bo'lib turibdi. Chiroyli yaltillaganlar. 11 million 800 so'rayapti bu navoschani. Chiroylisidan. Xunajinli chiroylisidan juftiga 27 million so'rayapti deydi. Egasi bermay turibdi. To'yim chiroylisidan. Juftiga 27 million narxlanyapti. Savdosi 10 million 300 mingga boribdi. Chiroylisidan. Tanachani 10,5 milliongacha so'rabdi. Egasi ko'rmay turibdi. Bu buzoqchamiz 8 million 200 gacha savdo bo'libdi. 8 million 400 gacha savdo bo'lgan. Shu navosimizda 18 million 800 gacha savdo bo'lyapti. Yüzü kam 22 million. Shunday yapam men qarang. 22 achisi. Mana bu navosimizda 20 millionga so'rayapti. Egasi bermay turibdi. Bu deyarli pichoqqa tayyor. Bunisini 21,5 millionga so'rayapti, egasi bermay turibdi. Navoslar ikkovi ham pachti pichoqqa tayyor. Bunisi 20 millionga, bunisi 21,5 millionga. 26,5 milliongacha savdo bo'ldi. Nima deysan? 17,5 milliongacha savdo bo'ldi. Egasi ko'nmay turibdi. Bu navosimizga 17 million so'rayapti ekan, egasi ko'nmay turibdi. Bo'ladi, madani yomon emas. 14,5 milliongacha savdo bo'ldi. Madani yomon emas, hali yosh. Mana oq variantidan 14 milliongacha savdo bo'ldi.
4 milyon 200 gacha savdo bo'lyapti ekan. So'rab turibdi deydi. 14,5 milliongacha savdosi bor ekan. Hali yosh buzoqcha. 12 milliongacha savdosi bor ekan. 13 milyon 700 gacha 13 milyon 700 gacha savdo bo'ldi. Ho'kizchalar. Juftiga 21 million savdo bo'ldi. Egasi ko'rmagan. 25,5 gacha savdo bo'ldi. Bunisi 22 milliongacha. Savdosi 20 milliongacha deyapti. Mental bonus. Bu buzoqchalar bunisiga 9 million. Ikkalasi ham ho'kiz buzoqchalar, maydasiga 9 million, bunisiga 11 million baho qo'ygan. Mana buzoq zo'ridan 9 million 600 gacha savdo bo'ldi. 16,5 milliongacha so'rayapti ekan. Egasi bermay turibdi, bolasi ho'kizcha. Ona bolalar 17,5 gacha savdo bo'ldi deyapti egasi. Aka nechta suti bor taxminan? 6. Mana. Yillarimiz bolasi urg'ochi. Ona bola sigir birinchi bolasi 17 milliongacha savdo bo'ldi. Amak nechta suti bor taxminan? 5-6. Bolasi urg'ochi. Ona bola 17,5 milliongacha savdo bo'lyapti. Egasi 18 bo'lsa beraman deyapti. Bor, mol qiling, harakat qiling. Bolasi urg'ochi. Aka nechta suti bor taxminan? 6 ta suti. 17,5 million baho qo'yyapti. Savdo bo'lyapti. Bermay turibdi. Bolasi urg'ochi. 6 ta kamida suti bor deyapti. 3-chi bolasi. Bolasi ho'kizcha ekan. Egasini aytishi bo'yicha 3-chi bolasi. Aka nechta suti bor? Taxminan nechta suti bor? Ertadan oqshom buzoqdan tashqari 7 litr 8 litr. 7 litr sut. 19 million baho qo'yyapti. Ya savdo bo'lyapti ekan. Ona bolaga 6-7 ta suti bor. Ikkinchi bolasi. Ona bolaga birinchi bolasi 18 million savdo bo'lyapti ekan. 4-5 ta suti bor. Bolasi ho'kizcha. 15 millionga savdo bo'lyapti. Bolasi urg'ochi. Otarak demaydi, harjat to'ylamanada. 4-5 ta suti bor. 13,5 million savdo bo'lyapti. Bitta o'ziga. Bugun ajinda savdosi 13,5 gacha boribdi. Egasi bermay turibdi. Ajin zo'r ekan. Buni ajin zo'rlaridan bunisi qisir, unisi bo'g'oz 15 milliondan so'ralgan, bermagan. 18 dan baho qo'ygan. Bugun ajin 15,5 milliongacha savdo bo'ldi. Egasi bermagan. Qisir. 13,5 million so'rayapti. Egasi bermay turibdi. Buni ajin yaltillagan chiroylisida. Qisir. 12,5 milliongacha savdo bo'lyapti ekan. Egasi bermay turibdi. Mana urg'ochi. Tanamiz 15 million 600 ga olinibdi. Alloh barakasini bersin. Chin semirgan chiroylisdan ekan. Yaltillaganda. Bugun ajinimiz savdosi 12 milliongacha boribdi. Egasi bermay turibdi. Ekamizda 17 million 300 ga narxlayapti, bermayapti egasi. 9 yosh ekan badani. Mana tanani zo'ridan 18,5 milliongacha savdo bo'ldi. 18,5 ga bermabdi. Bir joyga 3 milliondan so'rab turibdi. Hammasi erkak. 3 million savdo. 3 million. Bir joyga 23,5 dan so'rab turibdi. Amaki bermayapti. Biroz borda 23,5 kamda, to'g'rimi aka? 2,5 berdi.
Qo'chqor sifatlaridan urg'ochilari 2 million 600 dan boshlanib, qo'chqorlari 3 milliongacha. Zo'rlar. Buna qo'zilar katta maydaligiga qarab farqi yo'q. Quyuq suyuq 18,5 dan beraman deya begasi. Bunun ichida kattasi, maydasi, erkak, urg'ochi aralash. Bo'l bo'lgan bilan buni 1 million 200 ming. Kilom ichida. Hammasi bir joyda quyuq suyuq 2 million 900 dan so'rab turibdi, egasi ko'nmay turibdi. Donalab olishga 3,5 dan baho qo'yyapti. Bir joyda 3 milliondan so'rab turibdi, egasi bermayapti, 3,5 baho qo'ygan. Buna 3,5 milliondan baho qo'yilyapti, 3 milliondan so'rayapti. Egasi ko'nmay turibdi. Quyuq suyuq erkak urg'ochi aralash. Bir joyga 3 million 100 dan so'rayapti, aka bermayapti. 3,5 baho qo'ygan. 3 milliondan 3,5 gacha baho qo'yilyapti. Kam bor o'tib beradi. Qo'zilar quyuq suyuq erkak ayol aralash 2 million 400 dan baho qo'yyapti. Kami bor. Qo'chqor sifatlaridan 6 million baho qo'yib turibdi. Endi har xil savdo bo'lyapti. Unisini 5 million so'ragan, bermagan. Qo'chqor 4 million 800, unisi 4 million 900 gacha savdo bo'lgan. Aka bermay turibdi. Mana qorasiga 5 million so'rayapti, bermayapti ekan. Sarig'i 4 million 900 gacha borib savdosi. Qo'chqorlar yaxshi badani.